Bizga bitta unaqa bo'ldi, feedback bo'ldi, juda unaqa bu narsa yaqinda ham 1-2 yil bo'ldi. Biz Qoraqalpoq sementga tarozi qo'ydik. Qoraqalpoq sementga tarozi qo'ydik, tarozi avtomatizatsiyalashtirilgan. Odam omilisiz ishlaydi. Bu yerda shlagbaum turibdi, setofor turibdi. Mashin keladi, mashin nomerini определять qiladi kameralar, keyin ochadi. Определять qilganda sразу kompyuterga boradi. Hammasi cho'tki, zo'r. Keyin o'sha yerda shlagbaum bor-ku, shlagbaum. Biz aytganmiz, shlagbaum mana shu yerda bo'lish kerak deb. Bu yerda endi meni ham xatom bor, mana xodimimning xati bor. Xodimim endi yosh edi, yaqinda ishga kelganda o'sha paytlar. U ham menga aytmagan. Короче, o'sha Qoraqalpoq sementning xodimi endi главный injener bir narsa bo'lib ishlagan. O'sha odam короче aytganki, shlagbaumni bu yoqda qo'ymaysan, mana bu yoqda qo'yasan degan. Keyin u bizning xodim aytganki, aka bu shu yerda turish kerak. Mana chertyoj bo'yicha shuni. Chertyojnikiga pul beradigan men xohlayman, mana shu yerga qo'yasan. Bu yerda ikkita tarozi turibdi, ikkita tarozi. Bittasiga как положить o'tadi. Bittasiga shu boshqa joyga turadi. U aytganida. Endi ishlab ketdi, hamma narsa zo'r. Faqat shlagbaum sinadi-da shu bittasiga. Bir marta sindi, biz almashtirib berdik. İkinci marta sindi, biz almashtirib berdik. Uchinchi marta sindi. Keyin aytdim, nima buncha sinyapti? U bitta shlagbaumdan $500 dedi. Tushunmadim, nima bo'lyapti o'zida? Nima uchun har kuni sinyapti? Keyin u kim montaj qiluvdi, chaqirdim, nima bo'lyapti? Ha, shunda u shunday degan. O'sha u joyni almashtirgan, mashin keladi, mashin durtib yuboradi-da uni. Joyini o'tirib turibdi-da, joyini o'tirib joyga. Keyin u ham glavnisi chiqyapti. Qoraqalpoq sementning boshlig'i chiqyapti. Endi biz yaxshi atnosheniyada, juda yaxshi inson. G'afurjon, bunday emas-ku, biz siz bilan qanday kelishuvdik? Bu har daf'a shlagbaum buzilganda to'g'ri biz taxlaymiz. Endi bizani ishlab chiqaramiz, ishimiz unaqada-ku, Toshkentda-ku. Toshkentdan o'sha yoqqacha borgancha ham vaqt o'tadi. 2-3 kun vaqt o'tadi, 2-3 kun. Ikkinchisidan o'tkazadi, ikkinchi tarozidan. Lekin unaqa ob'yom tushadi-da. Shuni aytdi-da. Keyin aytdim, aka, shunday bo'lgan ekan. Sizning xodimiz shunday degan ekan, shu joyini to'g'ri qo'yilgan ekan. Hay dedim, bu bizning ayb emas, deyapti. Bu sizning aybingiz. Birinchidan deyapti, xodimimiz aytmagan sizga. Xodimimiz yashiryapti. Sizning xatoyingiz. Bir. Ikkinchidan deyapti, ha mana xodimim aytdi. Misol uchun deyapti, siz deyapti ustasi. Siz buni ustasisiz. Siz bu proyektlarni qilgansiz. Siz bilasiz. Mana misol uchun deyapti, men deyapti, misol uchun siz deyapti, больницаga tushdingiz, operatsiya bo'lishingiz kerak. Jarroh keldi, jarrohga, xirurgga aytmaysiz-ku. Bu yog'imni kes, u yog'imni kes, bu yog'ni kes, u yog'ni kes deb aytmaysiz. Doktor bilganini qiladi-da. Doktorga siz ukaz bera olmaysiz-ku. 100% pravda. To'g'ri. 100% pravda. Bo'ldi aka, uzr borib, как положить. Keyin o'shandan keyin aytdimki, qat'iyatlik bo'lish kerak-da. Qat'iyat, jur'at bo'lish kerak. Qat'iyatlik. Har xil klientlar tushadi. Klientlar keladi, yo'q, bunday emas, bunday emas. Yo'q, ana shu chertyoj bo'yicha ishni qilish kerak.